Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar, Minbar tok-shousi efirda. Bugun qiziq mavzuda gaplashamiz. Ishdagi ayollar, qonun qanday huquqlarimizni himoya qiladi? Yosh bolali onalar hamda homilador ayollar uchun qanday kafolatlar mavjud? Shu mavzuda gaplashamiz va albatta studiyamizda soha ekspertlari kelishgan. Assalomu alaykum. Mamlakatimizda xotin-qizlar huquqlari haqida gap ketganda, ularning qonuniy manfaatlarini so'zsiz ta'minlash, mehnat qilish huquqlarini kafolatlash masalasiga alohida e'tibor qaratilyapti. Jumladan, mehnat qonunchiligida xotin-qizlar, homilador va 3 yoshgacha bolasi bor ayollar huquqlariga oid ko'plab kafolatlar mavjud. Dastlabki savolimiz. Bugungi kunda mamlakatimizda ayollar huquqlarini himoya qilish, ayniqsa ishlaydigan ayollarga qonunchilikda qanday yengilliklar, imtiyozlar, kafolatlar mavjud? Dastlab shular haqida batafsil bilmoqchimiz. Marhamat. 2023-yilda o'sha yangi tahrirda mehnat kodeksi ishlab chiqildi. Bunga bir qator huquqlar berildi, masalan, xotin-qizlarga. Endi mehnat qilishgacha bo'lgan jarayon bor. Masalan, ish izlab turib mahalliy mehnat organiga murojaat qilishi, u yerdan ishga aynan o'shanga bog'lab o'tmoqchiman. Homiladorligi bo'lgan, 3 yoshgacha to'lgan farzandi bor ayollarga mahalliy mehnat organiga murojaat qilganda ularni asossiz rad qilishga haqqi yo'q. Ya'ni ish izlab turib mahalliy mehnat organiga murojaat qilganda mavjud vakansiyalar bor. O'sha vakansiyalar doirasida unga ish taklif etiladi. O'sha ish taklif etilgan ishni borib ish beruvchiga borganda yo'llanma asosida uni rad etishga haqqi yo'q. O'sha rad etiladigan bo'lsa ham uni ustidan shikoyat qilish huquqi mavjud. 3 kun ichida agar ish beruvchi rad etmoqchi bo'lsa, 3 kun ichida yozma javob berish kerak. Nima uchun rad etganligini. Asoslab berish kerak. Asoslab berish kerak. Yana huquqlariga to'xtaladigan bo'lsak, bevosita ularga homiladorlik tug'ish ta'tili bo'yicha homiladorlik tug'ish ta'tiliga chiqib ketganda, masalan, yillik mehnat ta'tilidan foydalanish huquqi bor. Yillik mehnat ta'tiliga homiladorlik tug'ish ta'tiliga chiqib ketishdan oldin yoki kelgandan keyin foydalanish huquqi bor. Yana shuni aytib o'tmoqchimanki, xotin-qizlar o'sha aynan 3 yoshgacha to'lmagan farzandi bor xotin-qizlar, homiladorligi bo'lgan xotin-qizlarda agar ular bilan mehnat shartnomasini ish beruvchining tashabbusiga ko'ra bekor qilishda qonunchilikda belgilangan kafolatlarni qo'llamasdan turib bekor qilish mumkin emas. Ya'ni bekor qilib bo'lmaydi ular bilan. Yana shuni aytish mumkinki, ularga 3 yoshgacha bo'lgan farzandi bor xodimalarga masalan har 3 soatda davomiyligi 30 minutdan kam bo'lmagan tanaffuslar beriladi o'sha bolani ovqatlantirish. Lekin ularga qisqartirilgan ish vaqti belgilanadi, 1 soat qisqartirilgan ish vaqtidan foydalanish huquqi bor. Endi hozir birma-bir sanaydigan bo'lsak, bu juda ko'p qonunchilikda o'sha xotin-qizlarni huquqlari bo'yicha normalar juda ham ko'p. Endi ko'pchilik holatda bilamiz, o'sha ayollarimiz, xotin-qizlarimiz o'zini huquqini bilmasdan, endi huquqiy targ'ibot kamlik deymizmi, o'sha huquqini bilmasdan ko'pchilik noqulay, qiyin vaziyatlarga tushib qolishadi. Ya'ni ish beruvchi tomonidan masalan ariza yozib ber desa, ariza yozib beradi, lekin kafolati bor, u bilan mehnat shartnomasini bekor qilishda davlat tomonidan kafolat belgilab qo'yilgan. O'sha holatlarni bilmasdan turib ish beruvchi arizangni yoz desa, ariza yozib beradi, keyin ular bilan mehnat shartnomasini bekor qiladi, o'zining tashabbusiga ko'ra. Endi holatlar borda, endi ko'rib sud bizaga murojaat qiladigan bo'lsa, har bitta hududimizda shu kambag'allik qisqartirish bandlik vazirligi tizimi hududida davlat mehnat inspektorlari bor. Ularga masalan murojaat qiladigan bo'lsa, shunday holatlarda huquqini tiklaydi. Sudga uni manfaatida da'vo ariza kiritib beradi. Uni manfaatida ishtirok etib beradi. Shunaqa huquq imkoniyatlar belgilangan. Ko'p bo'lgan, amaliyotda ko'p uchrab turishadi. Ya'ni murojaatlar kelib tushadi, homiladorligi bo'lgan, masalan, ishga qabul qilishni rad etadi. Homiladorlik bo'lgan ayolni agar ishga oladigan bo'lsam, ozginadan keyin dekretga chiqib ketadi dedi, ish beruvchi rad etish mumkin. Holbuki bu qonunchilikda taqiqlangan. Uni aynan o'sha holat bo'yicha ishga qabul qilish, rad etishga asos yo'q. Qonunchilikda aniq belgilab qo'yilgan. Ayollarga aynan mana shu farzandli, bolali ayollarga yillik mehnat ta'tili haqida gapirdingiz. Bu mehnat ta'tili o'sha yillik beriladigan dekret puli nazarda tutilyaptimi yoki alohida shunaqa imtiyoz ishlab chiqilganmi? Bularni bergan savollarga quyidagicha javob berishim mumkin. Ayollarni homilador davrida yillik mehnat ta'tili. Mehnat ta'tili deganda ayol kishi homilador davrida faoliyat yuritayotganda uni istagan vaqtida mehnat ta'tiliga chiqish huquqi bor.
ish davrida, bu dekret davri hisoblanmaydi. Ya'ni faoliyati davom etayotgan davrda istagan vaqtida mehnat ta'tilini muddati kelmagandan qat'iy nazar istagan davrida mehnat ta'tilini olish huquqiga ega. Yana shunday holatlar borki, homilador ayolni ish vaqtini qisqartirib berish, ya'ni uni statsionar davolanishlariida, homilasidagi biror bir muammo bo'lgan taqdirlarda ularga ish vaqtini qisqartirib berish, ularni salomatligini tiklash maqsadida qo'shimcha ta'tillar ham berilishi qonunimizda belgilanib qo'yilgan. Homilador ayollar tug'ruq davriga ta'til berilishi, ya'ni tug'ruqdan avval 70 kun, tug'ruqdan keyin esa 56 kun kalendar kunida mehnat ta'tili beriladi. Tug'ruq jarayoni og'ir kechgan hamda jarrohlik yo'li bilan amalga oshirilgan holatlarda yana qo'shimcha 14 kun muddat ularga qo'shib berilib, tug'ruqdan keyin ham yana 70 kun mehnat ta'tili beriladi. Ayol kishining o'zini xohishi, istagiga asosan u bola parvarish ta'tilida o'tirishi mumkin. Agar ayolda mehnat faoliyatini davom ettirish xohishi bo'lsa, unga hech kim to'sqinlik qilmaydi. U farzandini biror bir qarov degan insonga tashlab, mehnat faoliyatini davom ettirish mumkin. Ya'ni shu 2 yoshga to'lgunga qadar ushbu ayolga 2 soat vaqt qisqartirilgan holda ish vaqti belgilanib beriladi. 2 soat ertaroq ketishi mumkin. Ertaroq ketish mumkin. U xohlasin, u 2 soatni kunduzi ertalabki ish vaqtiga to'g'irlasin, xohlasin kechki vaqtiga hisoblasin. U xodim bilan ish beruvchining o'rtasidagi o'zaro kelishuv asosida amalga oshiriladi. Farzandi 2 yoshdan 3 yoshga to'lgunga qadar 1 soatlik qisqartirish ish vaqti belgilanib beriladi. Agar shunday bo'lmasa-chi, u ayollar qayerga murojaat qilsalar bo'ladi? Ayollarimizni bunday holatlarda ularning huquqlari buzilgan hisoblanadi. Bu bo'yicha kasaba uyushmasiga murojaat qilishlari mumkin. Kasaba uyushmasidan ham o'zlariga ijobiy javob olmagan taqdirlarda sud orqali o'z huquqlarini himoya qilishlari mumkin. Hozirgi holatda ayollar agar huquqlari mana shu holatda buziladigan bo'lsa, yuqorida ham aytib o'tib ketdim, kambag'allik qisqartirish bandlik vazirligiga bemalol murojaat qilishlari mumkin. Ishonch telefonlari ham ishlab turibdi. Endi ko'pchilik ko'rib turibdi, e'lon qilsa ham bo'ladi. Masalan, 71lik 200 0600 raqam ishonch telefoni har doim ishlaydi. U orqali murojaat qoldirish mumkin yoki bo'lmasa mutaxassislar bilan bog'lanib o'sha masalasiga oydinlik kiritish ham mumkin. Yana shuni alohida aytib o'tib ketmoqchi edim. Mavzu o'rnida, endi bizni faqat ayollar emas, erkaklar ham eshitib turibdi. Ta'til masalasida Ko'pchilikni qiziqtirgan mavzu. Ko'pchilikni qiziqtiradi. Masalan, ta'tilga chiqishda ularga ham huquq berilgan, ya'ni o'zini ayolini, turmush o'rtog'ini homiladorlik davriga moslab ta'til olish huquqi mavjud. O'shani ham foydalansa bo'ladi. Bu huquq berib qo'yilgan qonunchilik bilan. Biz o'zbekchilik milliy madaniyatimizda, biz milliy qadriyatlarimizda ayol kishi ishlab turib, erkak kishining uyda o'tirishi erkakka isnotib qaraladida. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, bu narsa baribir bizni yillar davomida shakllanib kelgan bir ustanovkalarimiz, stereotiplarimizga aylanib ketgan. Mana shuni nuqtai nazardan ham bu masalani qonun chiqarilyapti. Qonunlarimiz shu darajada bir chiroyli darajada chiqarilyapti-da, lekin uni amal qilinishida juda ham ko'plab nizolarga, to'siqlarga uchrayapmiz. Mana o'zimni ishxonamda ham 2 oylik bolasi bilan rahbar qabul qildi. Yaxshi kadr, dars berish kerak. Ishlab, imkoniyat yaratib beraman degan paytda shunday bo'lib qoldiki, bola shamollab qoldi. 3 oylik bola shamollab qoldi. Nega ishga kelmaysiz deb shunaqa janjal ko'tarilib ketdi. Siz aytayotgandek sudga murojaat qilsa, o'zini qonunlarini, huquqlarini himoya qilib qonun organlariga murojaat qiladigan bo'lsa, u yozuvchi, chizuvchi degan nom olib qolyapti-da. Masalani mana shunaqangi bir yashirin psixologik tomonlari bor. Bu tomonlari bilan xalq bilan hali juda ko'plab ishlashimiz kerak. Fikringizga o'z fikrimni bildirmoqchiman. Ya'ni xodimning farzandi betob bo'lib qoldi. Bizning qonunchiligimizda farzand betob bo'lganida onaga mehnatga layoqatsizlik varaqasi ochiladi bu tibbiyot muassasasi tomonidan. Bunda bolani qaramog'iga olgan otasi, onasi yoki vasiysi va otali onalining o'rnini bosuvchi shaxslarga nisbatan ham ochiladi. Bunday holatlarda ish beruvchi shaxs uni ishga chiqmasligini tanqid qilishga hech qanday haqqi yo'q. Sanoqli o'qituvchilar bor kafedrada. Kadr yetishmovchilik muammosi bor. Uni o'rniga boshqa vaqtinchalik olib kelib qo'ya olmaymiz-da. Mana shunday muammolar borki, o'sha nizolarga, ziddiyatlarga va o'sha jabrlanuvchini o'sha aynan yana ham kuchliroq azoblanishiga yoki ishsiz qolishiga olib kelib qo'yapti. Shu jamoada nizolarni kuchaytirib yuboryapti. Aynan nima uchun degan savol. Bu huquqni bilmaslikdan emas. Yo'q, huquqni bilmaslikdan emas. Bu yerda
ish beruvchini o'zini huquqini bilmasligida. Ish beruvchi hech qanday holatda mehnatga layoqatsiz xodimiga nisbatan uni mehnat shartnomasini bekor qilishga haqqi yo'q. Mehnatga layoqatsizlik varaqasi ochilganida o'sha farzandini qaramog'ida qarayotgan ota-onaga nisbatan hech qanday mehnat shartnomasi bekor qilinmaydi. Bu asos emas. Uni o'rniga ish beruvchi boshqa bir xodimni jalb qilishi, o'rindosh sifatida mehnatini u boshqa bir shaxsga yuklash huquqi bor. Mana shu tartibda ishni olib borsa, ish beruvchi ham va ishlayotgan xodim ham hech qanaqa muammoga duch kelmaydi. Bu qonun bilan kafolatlangan narsa. Mehnatga layoqatsizlik varaqasi ochildimi, u xodimga nisbatan hech bir ish beruvchi majburiy ishga chaqirishga haqqi yo'q. Ushbu holatda mana o'zim fikrimni bildirsam, o'zimizni ish faoliyatimiz davomida shu narsaga guvoh bo'lamiz. Hozir aytganingizdek, masalan, mehnatga layoqatsiz davrga chiqib ketdi, ayol kishi xodim yoki boshqa xodima. Ish beruvchida hozir boya aytib o'tgandek, vaqtincha vazifa yuklash mumkin. Masalan, agar dars soatlari masalan sizda universitet bo'ladigan bo'lsa yoki maktab bo'ladigan bo'lsa, dars soatlarini boshqa shu fandan kiradigan o'qituvchilarga yuklab turish mumkin vaqtinchalik holatda. Bundan tashqari agar u uzoqroq muddatga ketadigan bo'lsa, masalan, mehnatga layoqatsiz davr uzoqroq muddatga bo'lsa, boya aytib o'tganimizdek, ichki o'rindoshlik asosida o'zini xodimlaridan foydalanish mumkin yoki tashqi o'rindoshlik asosidan boshqa tashqarida ishlaydigan xodimlarni olib kelishi, jalb qilish mumkin. Bu aytgandek, uni shu mehnatga layoqatsizlik davrida ishdan bo'shatib yuborish umuman mehnat qonunchiligiga zid hisoblanadi. Mutaxassislarga savolim bor. Savolim quyidagicha: agarda mana shu homilador yoki yosh bolasi bor ayollar tomonidan ish jarayonida, u pedagog bo'ladimi, nopedagogmi, har qanday tashkilotdagi mana shu sharoitdagi ayollar qanday xatti-harakatlarni amalga oshirilishi natijasida garchi davlat tomonidan kafolatlangan bo'lsa-da, mehnat shartnomasi bekor qilinishi mumkin. Bu kafolat tarafini to'g'ri tushundik, bildik. Endi shunaqa vaziyat bo'lishi mumkin. Bu ishxonadagi qaysidir jarayonga salbiy ta'sir ko'rsatishi yoki oqibati bir salbiy natijalarga yo'naltirilgan bo'lishi mumkin. Avvalo mehnat qonunchiligida xotin-qizlarimiz uchun ishga qabul qilishdan to mehnat shartnomasini bekor qilish bosqichigacha bo'lgan davrda kafolatlar mavjud. Endi bular berib o'tgan savol bo'yicha o'sha homilador ayollar va 3 yoshga to'lmagan bolasi bor ayollar uchun mehnat shartnomasini bekor qilishda qonunchilikda kafolatlar belgilangan. Masalan, homilador ayollarni homiladorlik paytida ish beruvchining tashabbusi bilan mehnat shartnomasini bekor qilish mumkin emas. Faqat bitta holat bor, tashkilot tugatilgan holatda. Tashkilot tugatilganda hech qanday asossiz, endi ayol homilador bo'lsa ham, u bilan mehnat shartnomasini bekor qilish mumkin. Endi bular bevosita berib o'tgan savollar ayollarda o'sha 3 yoshgacha bo'lgan bolani tarbiyalayotgan ayollar uchun 3 ta holatda ish beruvchi mehnat shartnomasini o'zini tashabbusi bilan bekor qilishi mumkin. Bular birinchisi tashkilot tugatilgan hollar, ikkinchisi xodimni mehnat majburiyati muntazam ravishda buzishi. Ya'ni muntazam ravishda buzish deganda xodimni 1 yil ichida o'sha intizomga xilof xatti-harakat sodir qilgani oqibatida u intizomiy javobgarlikka yoki boshqa moddiy javobgarlikka, shuningdek o'sha mehnat qonunchiligida nazarda tutilgan boshqa ta'sir chorasiga tortilishi natijasida, ya'ni u intizomiy javobgarlikka tortiladi va yana 1 yil ichida yana o'sha intizomga xilof xatti-harakat sodir qilsa, bu mehnat majburiyatini muntazam ravishda buzish hisoblanadi. Uchinchisi mehnat majburiyatini bir marta qo'pol ravishda buzish. Endi bu mehnat majburiyatini bir marta qo'pol ravishda ro'yxati qanday holatlar, ya'ni o'sha xodimlar mehnat shartnomasini bir marta qo'pol ravishda buzganligi oqibatida bekor qilishga olib kelishi mumkin bo'lgan holatlar ro'yxati, demak o'sha ichki mehnat tartibi qoidalarida, ichki mehnat tartibi qoidalaridan tashqari alohida toifadagi xodimlar bor, ularga intizom to'g'risidagi ustavlar, nizomlar tatbiq qilinadi. Shuningdek, mazkur ustav nizomlarda shuningdek xodim bilan ish beruvchi o'rtasida tuzilgan o'sha mehnat shartnomasi ham belgilanishi mumkin. Ya'ni o'sha keltirilgan 3 ta holatdan tashqari boshqa holatda ish beruvchi mehnat shartnomasini o'zini tashabbusiga bekor qila olmaydi. Ya'ni garchi kafolatlar belgilangan bo'lsa ham, tashkilotda intizomsiz xodim mavjudmi, u bilan o'sha ayol kishi bo'lishidan qat'iy nazar mehnat shartnomasini bekor qilish mumkin. Mehnat shartnomasini bekor qilish asoslarida Mehnat kodeksining 408-moddasida birinchi qismida shunday deyiladi: faqatgina ish beruvchi tashabbusi bilan faqat bitta holat nazarda tutilgan, ya'ni aytib o'tilgandek, agar korxona, tashkilot yoki ishlab turgan bo'linmasi tugatiladigan bo'lsa, ana shu holatdagina mehnat shartnomasi bekor qilinishi mumkin. Qolgan holatlarda ish beruvchining tashabbusi bilan bekor qilish mumkin emas. Boya aytib o'tganimizdek, 161-moddani shu ikkinchi qismi 3-4 bandlarda ko'rsatilgan intizomiylik, ya'ni bir marta qo'pol buzish yoki muntazam ravishda intizomsizlik yo'l qo'yadigan bo'lgan holatda ham bu yerda kafolat turibdi.
ayollarda mehnat shartnomasi bekor qilinmaydi. Kasb uyushmalari bilan kelishish kerak bu narsa. Shuning uchun ham hozir 408-moddada qat'iy qilib qo'yganda, shuning uchun ish beruvchi tashabbusdan bekor qilish mumkin emas. Galdagi savolim quyidagicha, mutaxassislarga yuzlangan holatda mana homilador yoki 3 yoshgacha bolasi bor ayollar ishlayotgan tashkilot yoki o'sha bo'linma tugatilganda mehnat shartnomasi bekor qilinishi mumkin deyildi. Endi bunda ishlayotgan ayollarni aybdorlik jarayoni kuzatilmayapti. Mana shunday holatlarda ayollarni moddiy, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash masalasi qanday bartaraf etiladi? Endi mehnat intizomini buzganda faqatgina u bilan mehnat shartnomasini bekor qilish emas. U intizomiy javobgarlik. Mehnat kodeksining 312-moddasida belgilangan javobgarliklar. Masalan, qaysidan qo'llaydi, oylik ish haqini 30% gacha qo'llaydi. Keyin bu tar mehnat shartnomasini bekor qilish holatlari bo'lishi mumkin. Endi demoqchi bo'lganim, aynan intizomni buzganda o'sha kafolatni qo'llanganda, masalan, kafolatdan kelib chiqib birdaniga mehnat shartnomasini bekor qila olmaydi. Hozirgi holatda tashkilot tugatilganda endi bu istisno bo'ladigan bo'lsa, endi tashkilot yo'q. Bu holatda endi tashkilot tugatilishi bo'yicha ogohlantirish beriladi. Ogohlantirish vaqtida endi kompensatsiyasi bor, uni 2 oylik ogohlantirish vaqtiga ishdan bo'shatish nafaqasi bor, keyin 2-3 oylik nafaqalari bor. Ogohlantirish, ya'ni texnologiyadagi ishlab chiqarishdagi o'zgarish bilan ogohlantirishda berilgandan keyin u mahalliy mehnat organiga murojaat qilish kerak. Murojaat qilgandan keyin ular ro'yxat ish izlovchi sifatida ro'yxatga oladi. 2 oylik muddat o'tdi. 2 oylik muddat o'tgandan keyin unga 173 ga asosan ishdan bo'shatish nafaqasi beriladi. Bu hozirgi yangi tahrirdagi kodeks bilan bu stajga qarab pog'onasi o'sib boraveradi. Necha yil staj bo'lsa, shuncha o'zgaradi. O'sha olgandan keyin bu agar ishga joylasha olmaydigan bo'lsa, 2-oyligini oladi. 2-oylik keyin mahalliy mehnat organini bergan ma'lumotnomasiga asosan 3-oylik ish haqisini oladi. O'shanaqa moddiy kafolatlar belgilangan qonunchilik. 2 nafar farzandim bor. Tajribamda o'sha yillar mobaynida ish beruvchilar bilan muammolar kelib chiqqan. Aynan mana shu mavzuga oid homiladorlik ta'tilidan keyin 1 yil, 2 yillardan keyin o'sha bola tarbiyasida o'tirib ishga borgan vaqtimda, o'sha umumta'lim maktabida ishlagan vaqtlarimda, oliy ta'lim muassasasida ishlagan vaqtlarimda ish beruvchi tashkilot tomonidan mana shunday qarshiliklarga uchraganman-da. Birinchi nafar farzandimda 2005-yilda aytishganki, bu hali yosh, hali yana bu farzandlari bo'ladi, buni ishga olmay turamiz. Yana 2 kishi bordik, erkak kishi unisi aytdiki, bu hali yana tug'adi, yana ketadi, yana keladi, yana hali 4 marta tug'sa 4 qancha vaqtlar ketadi, biz uni o'rniga erkak kishini olganmiz, ma'qulroq deb mana shunday qildida. Rad javobi berib, keyin o'shanda shunday bo'ldi. Kurasha olmadim, kasb uyushmaga borganimning foydasi yo'q, bordim va boshqa tashkilotlarga murojaat qilmadim. Faqat tashkilotimizda o'sha kasb uyushmasiga murojaat qildim. Opa, kelishing, balki soat berib qolar dedi. Keling, siz kuting, biz sizni chaqiramiz, lekin chaqirishmadi. Keyin oradan vaqt o'tyapti, kurashib ishladim, faollik ko'rsatib, o'z huquqlarimni talab qilib, O'sha yerda ishladingizmi yo boshqa yerda? O'sha joyda ishladim. Keyin zakoncha degan shunaqa o'zbek tilimizda shunaqalar bor, zakoncha degan o'sha narsa. Keyin oradan vaqt o'tyapti-da, oradan 4 yil o'tgandan keyin ular to'g'ri aytyapti, yana farzandli bo'ldim. Keyin maktabga bordim. Mana 2009-yilda bo'lyapti bu voqea. Keyin 2009-yilda maktabga borgan paytimda o'sha maktab direktorimiz aytdiki, sizni ishga ola olmaymiz dedi. Sizda yosh farzandingiz bor, hali 2 ga to'lmagan farzandingiz bor. Bizga dedi paxtaga boradigan, paxtada faollik ko'rsatadigan, bolalarga qaraydigan, ularga paxta terdira oladigan bizga erkak kishi kerak dedi. Menga erkak kishi kerak. Uzr, sizni ola olmayman. Boshqa joylarda ish qidirib ko'ring degan mana shunday qarshiliklarga uchradim. Keyin mana shunday voqealar juda ham ko'p sodir bo'ladi. Hozir kunimizgacha faoliyatim davomida kuzatib kelyapman. O'sha to'g'ridan keyin ayollarni borib o'sha o'zini ishlayotgan joyiga yana ishini qayta tiklashda tibbiyot muassasalarida, nafaqat ta'lim muassasasida, balki tibbiyot muassasalarida ham juda ham katta muammolar mavjud. Mana shu muammolarni bartaraf etish uchun mana ekspertlar juda ham chiroyli tushuntirib beryapsizlar. Biz bilamiz o'sha mehnat kodeksini. Biz hammasini o'qib chiqqanmiz, bilamiz. Lekin
ishlaydiganlar bilgan bilan, masalan, bizlar juda ham faol tarzda bilgan bilan passiv bo'luvchilar ham bor. Bunga murojaat etmaydiganlar bor. Masalan, o'z huquqlaridan foydalanmaydi. O'shalar ko'proq informatsiyalar olish uchun qanday bir manzilli yetib boradi-da o'sha ayollarga faol bo'lishi uchun. Sizni tushundik, rahmat. Marhamat. O'rinli savol bo'ldi. Birinchi nutqingiz boshida aytgan masalangiz bo'yicha gapirmoqchiman. Ya'ni siz agar oldingi davrga aytadigan bo'lsak, masalan, mehnat qonunchiligini qo'llashda umumta'lim maktablarida, umuman shu ta'lim muassasalarida noto'g'ri qo'llanilgan, ya'ni o'qituvchilar bilan odatda muddatli mehnat shartnomasi tuzilgan. Ya'ni amaliyot qanday bo'lgan? Sentyabrning boshida, o'quv yilining boshida shartnoma tuzilardida va may oyida oxiriga kelib mehnat shartnomasi tugatilardi. Ya'ni muddatli bo'lardi. Bunda bilasizlar, muddatli mehnat shartnomasi shu sana kelgandan keyin mehnat shartnomasi tugatiladi. Bu birinchi muammo. Ya'ni siz masalan bola dekretga chiqib ketdingiz, ya'ni bola parvarish ta'tiliga chiqib ketgandan keyin o'zi aslida sizni ish joiz, lavozimingiz saqlangan bo'ladi. Ya'ni ish beruvchingiz siz 2 yoshga bola parvarish ta'tilidan keyin qaytib bo'lganingizdan keyin sizni ishga olishga majbur. Chunki mehnat shartnomasi turibdi o'zi aslida. Lekin biz endi ana noto'g'ri qo'llash oqibatida, ya'ni mehnat qonunchiligining noto'g'ri qo'llash oqibatida muddatli mehnat shartnomasi tuzgansizlar, yil oxirida mehnat shartnomasi muddat tugagan, sizlar avtomatik ishdan mehnat shartnomasi bekor qilingan, ya'ni ishdan bo'shagansizlar. Shu munosabat bilan siz o'zingizni ishingiz joiz qayta olmagan bo'lishingiz mumkin. Shundan keyin endi ish beruvchining huquqi siz yana qaytadan yangidan mehnat shartnomani tuzishga majbur bo'lyapsiz. Ziddiyatlar kelib chiqmasligi uchun mana bilasizlar, har bitta tumanlarda yuridik xizmat ko'rsatish markazlari, adliya bo'limlari qoshida yuridik xizmat ko'rsatish markazlari ochilgan. Ya'ni bular maktablarda, umumta'lim muassasalari, bog'chalar yoki boshqa tashkilotlardan keladigan hujjatlarni, mehnat shartnomalarini ekspertizadan o'tkazadi. Mana hozir o'zimiz ish faoliyatida mana hech qaysi maktablarda, mana Mirobod tumanida ayta olaman, muddatli mehnat shartnomasi noqonuniy ravishda tuzilmaydi. O'qituvchi keladigan bo'lsa, biz nomuayyan muddatga mehnat shartnomasini tuzyapmiz. Men o'zim 3 yosh farzandni onasi sifatida aynan shu mehnat faoliyatini olib borayotgan jarayonda tug'ish ta'tiliga chiqqan shaxs sifatida, namuna sifatida tajribamni keltirib o'tmoqchiman. Bundan 1,5 yil oldin 3-farzandimni dunyoga keltirishda aynan nodavlat oliy ta'lim tashkilotida ishlayotgan mahalimda bu masala yuzasidan aynan mutaxassislarga murojaat qilganimda, ular xuddi mana shu hozir siz mutaxassislar tushuntirgandek menga demak ma'lumot berishgan. Shundan kelib chiqqan holatda aynan meni mehnat ta'tiliga chiqish 4 oylik muddat davomida tashkil etiladi va bunga demak to'lov amalga oshiriladi. Aynan o'shingizni bir shtat asosiy shtat miqdoridagi pul mablag'i 4 oy muddatda to'liq ravishda beriladi va 4 oydan keyin esa aynan siz o'zingiz hal qilasiz yoki ishni davom ettirish, yuqorida aytganingizdek 2 soat muddatda ishlash, kamroq ishlash ko'rinishida va xohlasangiz siz ariza yozgan holatda 2 yillik, ya'ni bola parvarishida xulosasida yoziluvchi ariza yozasiz va 2 yil davomida sizni albatta to'lovsiz deyilgan, chunki bu shartnomada belgilangan, to'lovsiz, lekin ish o'rningiz saqlangan holatda amalga oshiriladi degan tushunchani berib o'tishgan. Demak, bu yerda mutaxassislar tushuntirib berilgan hamma vaziyat sizni hayotingizda hayotimda bo'lgan, ishlayotganini bitta narsani aytaymi? Hozir siz bilan bu opani agar solishtirganimizda orada yillar bor-da. Demak, o'tmishda ishlamagan narsalar bugungi kunda amaliyotga tatbiq etilyapti va ishlayapti degani. Aytmoqchi bo'lganim shu. Hammada salbiy unaqalar, ya'ni inson motivatsiyasi yoki ruhi tushib ketmasligi anaqasida, ya'ni ishlamas ekan, men so'rasam ham ishlamas ekan, men huquqimni bilsam ham ishlamas ekan, bu narsalar, ya'ni bu qonunlar, qoidalar, kodekslar ishlamas ekan degan narsani, ya'ni fikrni oldin olish maqsadida o'zimning tajribamdan kelib chiqqan fikrni aytib o'tmoqchiman. Mentalitetimizda andisha, qo'rquv, mana aytganingizdek qonunni talab qiluvchi sifatida yomon ko'rib qolish, ko'rinishdagi narsalar bizga to'sqinlik beradi o'z haq-huquqlarimizni talab qilishga. Bu narsadan qo'rqish kerak emas. Buni tabiiy anaqaga aylantirishimiz kerak, tabiiy holatga. Xuddi andisha oldin qanaqa soddalik tabiiy holat bo'lsa, bu talab qo'yish ham tabiiy holatga chiqishi kerak. Shuncha mana fikrlarni eshitib, quloq solib o'tiribman. Nodira begimga savolim bor edi. Yanvar oyida bilasizlar, shahar, viloyat, qishloq bosqichlarida ayollar daftari, temir daftarga xatlov jarayoni bo'ldi. Shu jarayon oqibatida biz yurganimizda mahallada, xususan Qumariq Mufiy mahallasida yurganimizda nogiron farzandi bor ayol shu xatlov jarayonida e'tiborimni tortdi.
Farzand 18 yoshga to'lgandan keyin qonunchilikda belgilangan ekan, u nogironga qarayotgan ona oladigan pul to'xtatilar ekan. Nafaqa to'xtatilar ekan qonunchilikda. Endi u bolani oladigan puli ikkalasiga yetmaydi. Bolani dori-darmonidan ortmaydi. Tashlab ishga ham chiqib keta olmaydi. Lekin u ona ham ishlamaydi. Onani hech kim ishga olayotgani yo'q. Mana shu savol hozir meni qiziqtirib javob kutyotgandim. Hozirda Adliya vazirligi tomonidan biza sayyor yig'inlar, sayyor tadbirlar o'tkazamiz. Aynan mana shu temir daftarga kiritilgan ayollar, nogironligi bor ayollar, kambag'allik reyestriga kiritilgan ayollar barchalariga Adliya vazirligi tomonidan ko'plab ko'maklar berildi. Ya'ni siz aytayotgan holatdagi ayollarga biz o'zimiz guvoh bo'ldik. Shunaqa ayol bir emas, naqd ikkita farzandlari nogiron. Ikki farzand nogiron ayol ishlash qobiliyati yo'q, turmush o'rtoqlari yo'q, yolg'iz ona. Ularga biz mehnat bandlik bo'limi tomonidan ularga kasanachilik ishini taklif qildik. Ya'ni uyda o'tirgan holatlarida qo'llaridan tikish kelar ekan, tikuvchilik Adliya vazirligi tomonidan ko'mak berildi. O'sha ayolga biz tikuv mashinasini xarid qilib berdik. Ular uyda o'tirgan holda o'sha kasanachilik ishi bilan shug'ullandilar. Bunaqa ayollarimiz juda ko'p. Jamiyatimizda bor, lekin ishlamayman, uni qilolmayman deyish mumkin. Farzandlar nogiron bo'lgani bilan ayol o'zi sog'lom-ku. Ayol sog'lom, ayolning qo'lidan ko'p ish keladi. Inson xohlasa, inson qilgan ishni qiladi. Borani tikuvchilik qilmasin, bog'dorchilik yoki gul ekish, yo boshqa ko'p pishiriq pishirish, to'g'ri aytasiz. Mana hozirgi kunda keng tarqalgan shirinliklarni pishirib savdo qilish. Mana shu holatlarda ham mehnat qilish mumkin. Bizda ba'zi bir qatlamlarimizda, endi hammani deyilmaydi, boqmandalik kuchayib ketib qoldi. Ayollarimizda ham. Yo'q, men ikkita nogironim bor, men yolg'iz onaman, farzandlarim boqishim kerak, menga ish kerak, menga pul kerak, davlatdan undirishimiz kerak, davlat to'lashga, davlat boqish kerak. Davlat boqadi, davlat hech kimni tashlab qo'ymaydi. Lekin qonun doirasida o'sha ayollarga ham qonunini, o'zining huquqini tushuntiradi, mehnat qilish faoliyatini tushuntiradi. O'sha kasanachilikda ishlasa unga staj qo'shiladi. Vaqti kelib, nafaqa yoshiga yetganda nafaqa oladi u ayol ham. Qo'shimcha nafaqa qo'shiladi, to'g'ri, nogiron farzandini katta qilib 14 yoshgacha qarovida hisoblanadi. 14 yoshdan 18 yoshga o'tgandan keyin uni qarovida hisoblanmaydi u farzand o'sha. 18 yoshda o'sha muomala layoqatiga yetgan, huquqiy layoqatga ega bo'lgan shaxs hisoblanadi u. U nogiron bo'lishidan qat'iy nazar muomala layoqatiga ega shaxs. Har qanday holatda, qaysi holatlarda muomala layoqatiga ega bo'lmaydi, uni ruhiy kasallik ro'yxatida tursagina muomalaga layoqatsiz shaxs hisoblanadi. Bu borada shu toifadagi ayollarimizga aytib o'tmoqchiman. O'zbegimizda maqol bo'lsa, qimirlagan qir oshadi deydi-ku. Ayollar boqmandachilikka o'rganib qolish kerak emas. Yolg'iz ona farzandlarini katta qilyaptimi? Ayol kishining qo'lida ham ish keladi. Bizning jamiyat ayollarimiz kuchli ayollar. Biz kimki buyuk to'g'rilar avlodimizda, bu ayollarning qo'lidan ko'p ish keladi. Ayollar kerak bo'lsa erkaklardan ham zo'r ishlaymiz deb chiqib ketayotgan ayollarni jamiyatimizda ko'rib turibmiz. Mana hozirgi mana shu yangi O'zbekistonimizda ayollarimizni o'zini davlatda ko'rsatayotgan o'rinlari beqiyos. Juda ko'p sohalarda ayollarimiz o'zini ilg'orligini ko'rsatib kelmoqda. Har bir inson qilgan ishi inson qiladi. Ayol kishi qilayotgan ishi boshqa ayol ham qiladi. Bu ularga motivatsiya kerak. O'sha ayollarga yordam kerak. Kerak bo'lsa, qo'llab-quvvatlash kerak. Bu tomondan barcha biz o'sha davlat idoralaridagi mahalla faollari, har bir ayollar o'sha ayollarga ko'mak berib kelishmoqda. Faqatgina u ayollarning o'zida qolgan gap bu narsa. Yana mana shu yerda bitta to'ldirib ketay. Yarim minut. U ayollar mehnat kodeksiga asosan ayollarga 20 yil mehnat staji belgilangan, nogiron farzandlik bo'lganlik sababli ularga qo'shimcha staj beriladi. Unday holatlarda ayollar o'sha 54 yoshdan nafaqaga chiqadi. Mana shu boqmandachilikka qarshi kurashish bo'yicha fikrim bor edi. Qisqa aytib ketaman. Aynan mana psixologiyada klassik psixologiyaning bir mashhur yo'nalishi behaviorizm bor. Mana shu yo'nalishning bir chiroyli nazariyasi bor. Bu xalqning ichiga kirib bormagan. Alloh har bir insonni to'rt muchasini sog'lom qilib yaratar ekan, o'sha o'zini ehtiyojlari uchun mehnat qilishga idrokli qilib yaratadi, qobiliyatli qilib yaratadi va hech kim boshqa birovni ehtiyoji uchun mehnat qilishga majbur emas. Bizda mana shu ong shakllanmagan. Boqmandachilik mana shu ongdan shakllanmaganligidan kelib chiqyapti. Aynan kimdir uni boqadi. Davlat kim? Davlat bu siz, bu biz, bu bizning mehnatimiz. Bu hammamizning mehnatimizdan yig'ilayotgan daromaddan ajratiladi ularga. Davlatda ortiqcha daromad yo'q.
lekin har bir inson 4 muchasi sog'lommi, mehnat qilish kerak, o'sha ehtiyojiga yarasha harakat qilish kerakligini, boshqa hech kim unga majbur emasligini ular ongiga singdirishimiz kerak. Chunki mahallalarda mana hozir mahalla faollari ishlayapti. Men ham shu yo'nalishda dars berdim, malaka oshirishda dars berdim-da. Shu mahalladagi yetakchilarga dars berdim. Shu kambag'allikni qisqartirish yo'nalishidagi mutaxassislarga juda ham ko'p. Aynan boqmandachilik psixologiyasi bilan yashayotgan ayollarimiz juda ham ko'p. Hattoki afsuski erkaklarimiz ham ko'payib boryapti. Chunki mana shunday erkaklar, mana shunday ayollarni kim katta qildi? Kim shakllantirdi? Biz onalar shakllantirdik. Mehnatga yo'naltirmadik, mehnatni o'rgatmadik. Ana o'zini zimmasidagi vazifani inson bo'lib tug'ildimi, mana shu inson bo'lib o'zining ehtiyojlarini qondirish uchun aqlidan, farosatidan, o'quvidan, mehnatidan, harakatidan foydalanish nima ekanligini tushuntirib bermayapmiz tarbiya jarayonida. Shu toifadagi nogironligi bo'lgan shaxslar borki, ular doimiy ravishda parvarishga muhtojda. To'g'ri. Doimiy ravishda. Endi mayli, men uni haligi mana bu nimalarni deb sanab o'tirishim menimcha o'rinli bo'lmaydi. Lekin mana jismoniy nogironligi bo'lgan shaxslar borki, og'ir shakldagi holatlari mavjudda ular. Mana shu holatda ularga doimiy ravishda qarov, doimiy ravishda parvarish zarurati yuzaga keladi. Tabiiyki o'sha odatda onalarimiz band bo'lib qolishadi. Bu holatlarda ularni boqimanda sifatida qanaqadir bir baholash men o'ylaymanki noo'rin bo'ladi. Albattaki bu do'stlarimizni, opalarimizni, mutaxassislarimizni fikrlarida ham jon bor. Haqiqatan ham jamiyatda o'sha davlatdan moddiy yordam olsamki, shu orqali qanaqadir bir natijaga erishsam degan shaxslar ham yo'q emas. Lekin nogironligi bo'lgan shaxslar doirasida ham haqiqatdan ham o'sha muntazam qarovga muhtoj bo'lgan shaxslar borki, ular onalari yoki doimiy qarovchilari shu parvarish puli olish orqali yoki ma'lum bir darajada davlat tomonidan olinadigan yordamlar evaziga shu farzandni qarovini amalga, ya'ni parvarish jarayonlarini amalga oshirishadi. Endi men yuqorida qo'shimcha qilmoqchi edim. Homilador ayollarga yoki yosh bolasi bo'lgan shu opa-singillarimizga shunday bir imtiyozlar mavjudki, endi qisqartirilgan ish vaqti to'g'risida gapirishi, ya'ni 1 soat qisqartirish masalasini aytishdi. Lekin men bir e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan jihatda aytib o'tmoqchiman. 3 yoshgacha farzandi bo'lgan yoki 12 yoshgacha bo'lgan 2 nafar farzandi bo'lgan yoki 16 yoshga to'lmagan nogironligi bo'lgan farzandi bor, demak ota-onalardan biriga ish beruvchi tomonidan haftasiga 35 soatdan oshmaydigan miqdorda yengillik, imtiyoz taqdim etilishi kerak. Erkak kishini ishga olamiz, chunki u ko'proq ish beradi degan fikrlar. Umuman olganda bugungi kunda tashkilotlarda gender tenglik masalasi qay darajada? Shular haqida ham bilmoqchimiz, marhamat. Hozirgi kunda bari genderga munosabat jamiyatimizda hali unchalik rivojlanmagan. To'g'ri tushunadigan, to'g'ri qabul qiladiganlar ham bor, lekin buni qabul qila olmaydiganlar ham bor. O'zimiz ham masalan respublika doirasida mahallalar kesimida yurganimizda, masalan oilalarga, xonadonlarga kirganimizda, erkaklarga nisbatan aynan shu savolni berganimizda, genderga munosabatingiz qanaqa desak, albatta ular salbiy munosabatda bo'ladi. Chunki ayollarni haq-huquqi deydi oilada oshib ketadi. Boshqacha anaqada qarashadi. Ish masalasida qaraganda ham masalan ish beruvchi ayol bilan erkak kishi teng ishga borganda ish beruvchi bar nimaga qaraydi? Ayol kishini yoshiga qaraydi. Agar u yana tez-tez anaqa tug'ruq ta'tiliga chiqishi mumkin, farzandlariga qaraydi. Masalan, farzandlari kasal bo'lib qolganda uni nima deydi? Больничныйga chiqishi, nimasi, safarga chiqib ketishida masalan nima holatlari bo'ladi yoki bo'lmasam ishdan keyin qo'shimcha yana ishlash holatlarida ko'pinchalik ayollarga nisbatan erkaklarga yuqori nimasida qarashadi. Bu borada ham hozir juda ko'p nimalar hali ham stereotiplarmi ushlanib turibdi. Shunday jarayonlar ham bo'ladiki, korxona tashkilotlarida ayollarga nisbatan erkaklar aytilganida shu yuqori o'rinda qabul qilinadi. Ayollarga nisbatan kamsitish holatlari hali ham mavjud va erkaklar ayollarga nisbatan ko'proq maosh oladi degan fikrlarni hozir ta'kidlashyapti. Bu fikrga qanday munosabat bildirasiz? Ayollar va erkaklarni oylik maoshi baribir shu qonunchilikda belgilab qo'yilgan ishxonada. Ularni o'sha xususiyatiga qaraydi, soatiga qaraydi. Men bunga unchalik qo'shilmayman, lekin o'sha ayol va erkaklar, nafaqat ayollar kamsitilyapti. Hozir erkaklarning psixologiyasida, fikrlarida ham
oilada ayniqsa, mana meni o'zimni tajribamda mana shu gender muammolari bo'yicha ishlayman-da. O'qituvchi, oliy ma'lumotli ustozimiz ayoli bilan yaxshi chiqisha olmagan, shu qo'shni ayollar bilan bir janjal nizodan keyin qo'shni ayollar nimaga himoya orderini olgan. Shu himoya orderini olgan oiladagi psixologik ijtimoiy holat qanday degan muammo juda ham bugun chuqurlashib ketib qolyapti. O'zi o'qituvchi erkak. Ha, erkak aytyapti, men oilada o'rnimni yo'qotdim. Farzandlarim oldida ham, o'zim ham hissiyotimda juda ham murakkab ziddiyatlar boshdan kechiryapman. Men ayolimga og'zimni ocha olmay qoldim, deyapti. Bu degani bu oilada ijtimoiy psixologik muammolar oshyaptiki, biz aholimiz ana o'shanga tayyorlanmayapti. Yoki tayyorlash uchun bir markazlar kerak, qanaqadir bir ma'rifiy, ma'naviy ishlar olib borishimiz kerak. Olib borilmayapti deb o'ylaysiz? Olib borilayotgandir, uni idrok qilish, uni o'sha yillar davomida shakllangan munosabatlarni o'zgartirish hozir bugungi kunda qiyinroq bo'lyapti. Biz ikkinchi tomondan o'sha ayollari qandaydir holatlarda himoya qilyapmiz, lekin oilani himoya qila olyapmizmi? Oiladagi nizolarni bartaraf eta olyapmizmi? Oilani o'sha barqarorligini, oilani kelishuvini, hamkorligini, hamjihatligini, ahilligini saqlab qola olyapmizmi degan muammolarga bugun javob topa olishimiz kerak. Mana bugungi kunda jamiyatimizdagi barcha sohalarni rivojlantirish, yangiliklardan bahovar etish uchun malaka oshirish kurslari tashkil etilganda, har qanday tashkilotda xodimlarni malaka oshirish kurslari mavjud. Bu demak, o'sha tizimdagi yangiliklar, xalqaro tajribalarni tatbiq etish, yangi texnologiyalarni amaliyotda qo'llash bo'yicha ko'rsatmalar. Lekin mana ustozni fikriga ham qo'shimcha, ham bu taklif sifatida kiritmoqchiman. Aynan oilalarni qaysidir ma'noda malakasini oshirish, yuqorida ustoz aytib o'tganidek, ayolni, erkakni oiladagi o'rnini, u jamiyatdagi gender tengligi, mayli qonunchilikda, lekin biz baribir milliy mentalitetimiz asosida shakllanadigan, rivojlanadigan va o'sha muhit ta'sirida farzandlarni tarbiyalayotgan bir xalqmiz. Demak, bizni mana shu o'zbekona, sharqona qarashlarimiz asosida balkim mana shu oilalarni malakasini oshirish ehtiyoji yuzaga kelmadimikan ustozni fikridan. Mana masalan, turmush qurish ostonasida turgan o'smirlar uchun, birinchi farzandni dunyoga keltirayotgan bo'lajak otalar va onalar uchun, minbariga chiqayotgan bo'lg'usi qaynonalar uchun, kelinlik ostonasida turgan qizlar uchun menimcha oila markazi mana shu vazirlik doirasida, qo'mitalar, agentliklar tasarrufida kurslar ochilsa va bunda mana shu hayot tajribasida uzoq yo'lni bosib o'tgan, o'zining ibratli yo'li bilan yoshlarga namuna bo'ladigan mutaxassislar tomonidan tushuntirishlar, qaysidir ma'noda oilaviy malakasini oshirish kurslari, darslari tashkil etilsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Aynan bu jarayonlar ham qaysidir ma'noda yo'lga qo'yilgan. Umuman olganda mana hozir fikrlardan anglayapmizki, gender tenglik masalasi deganda biz haqiqatda shu erkak bilan ayol bab-baravariga huquqi himoyasida, demak o'sha erkakdan ham ayollar o'zib ketadi degan fikrlar bizda ham mavjud ekan degan fikr bo'layapti-da hozir. Umuman olganda bu qonuniy jihatdan tenglik degani emasmikin? Oilada o'sha gender tenglik masalasi ham shu tushuntirish targ'ibot ishlarida ayollarga ham noto'g'ri yetkazilayotganmikin degan fikrlar hozir qo'llab-quvvatlayman. Chunki mana insoniyat erkak va ayol o'zi yaralishidan bir-biriga muhtoj qilib, bir-biriga zarur qilib yaratilgan. Chunki erkak tug'a olmaydi. Ayol farzand hosil qila olmaydi. Mana shuni mohiyatini tushunishimiz kerak. Chunki hayotda erkak bilan ayol shunday bir-biriga muhtoj qilib yaratilganki, u ijtimoiy soha bo'ladimi, u psixologik soha bo'ladimi, u biologik, anatomik, fiziologik yoki emotsional holat bo'ladimi, bir-biriga muhtoj. Mana shu masalani tub mohiyatini biz aholiga yetkazib bera olishimiz kerak. Mana shu genderni o'qigandan keyin meni dunyoqarashimda butunlay boshqacha o'zgarish bo'ldi. Gender tenglik o'zi nima ekan? Shuni gender tenglik bu erkak va ayolning imkoniyatlarini to'ldirib va bir-biriga imtiyozlarini oshirib, qo'llab-quvvatlab, hamjihatlikda baxtli bo'lish uchun yo'naltirilgan aslida bu muammo. O'sha teng huquq va imkoniyat nima beradi? Baxt beryaptimi? Bir-biriga tushunish beryaptimi? Bir-birini qo'llab-quvvatlashga imkoniyat beryaptimi? Yo'q, bizda nizolarga olib kelib qo'yapti. Chunki tushuncha to'g'ri berilmayapti. O'sha fikr to'g'ri yetkazib berilmayapti. Sabab mutaxassislar kam. Men taklif qilganman ko'p ilmiy ishlarimda jamiyat miqyosida genderni, aynan o'sha gender nazariyasini va gender falsafasini yaxshi tushunadigan va milliy etnik qadriyatlar asosida yetkazib beradigan mutaxassislar tayyorlashimiz kerak. Zamon bugun shuni talab qilyapti. Insonlarimizda endi hammasida bo'lmaydi. Mana shu
gender tenglikka, erkak va ayolning teng huquqli ekanligini biroz e'tiroz bilan qabul qiladigan do'stlarimizga demak huquqiy savodxonlik darajasini oshirish masalasini bir konsepsiyalarni ishlab chiqishni tavsiya qilardim. Qaysi ma'noda bizda umumiy masalan konstitutsiyamizda keyin mana erkak va ayollarning teng huquqliligi to'g'risidagi teng huquqlari va imkoniyatlari to'g'risidagi masalan 2019-yilda sohaviy maxsus qonunchilik qabul qilindi. Lekin afsuski mana jamiyatga qaraydigan bo'lsak, ayrim jabhalarda o'sha xotin-qizlar, opa-singillarimizni oliy ta'limga ega bo'lishsa-da yoki ma'lum bir darajadagi hunarga ega bo'lishsa-da, ularni ishlashiga to'sqinlik qilinadigan holatlar juda ko'plab topiladi. Qaysidir ma'noda mentalitetimizga borib taqaladi. Ya'niki bizni masalan mentalitetimizni tarixan olib qaraganda patriarxal nazariya, ya'niki erkakning o'sha oilada ustun bo'lishi masalasi qo'yilgan. Albatta, men o'zim ham yoqlayman shu narsani. Lekin meni e'tirof etmoqchi bo'lgan, ta'kidlab o'tmoqchi bo'lgan masalam shuki, ayollarni ham, o'sha xotin-qizlarni ham ishlash imkoniyatlarini, ularni ham ta'lim olish imkoniyatlarini, mehnat qilish huquqlarini, kasb tanlov bilan bog'liq bo'lgan imkoniyatlarini menimcha inobatga olganimiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Sababi ular kelajakda baribir bizni farzandlarimizni tarbiyalaydi. Shu nuqtai nazardan olganda, demak, xotin-qizlar mehnat qilish huquqlarini menimcha ta'minlab berilgani maqsadga muvofiq bo'ladi. Rahmat. Demak, gender tengligi deganda ayollar oilada ustun bo'lishi kerak degani emas, ayollar oilada hurmat qilinishi, o'z o'rniga ega bo'lishi kerak degani ekanda qaysidir ma'noda. Shunday deb tushuntirsak, menimcha mubolag'a bo'lmaydi, chunki bugungi fikrlar shunday bir nizoli holatlarni ham keltirib chiqarib qo'yishi mumkinki, erkaklar tarafga kimdir o'tayapti, ayollar tarafga, umuman olganda oilalar tinch barqaror bo'lsin va har bitta insonni o'zini o'rni bo'lsin. Hamisha oilalarda erkaklar ustun bo'laversin, lekin ayollar hurmat qilinsin-da. To'g'rimi? Mana shu jarayon menimcha to'g'riroq bo'ladi tushuntirishimizga, chunki ayollar huquqlarini himoya qilib, uyda har kuni janjal ko'tarishlari, erkaklarga baqirishlari yoki men ustunman deyishlari menimcha u baribir bizga to'g'ri kelmaydi. Ilmiy jihatdan men ikki og'iz gapirib ketayin. Mana ilmiy tadqiqot natijalarida o'sha oilalarga kirganimizda ayollarga erkaklar bilan tenglashish yoki bellashish psixologiyasi mavjud emas. Shunchaki erkaklardan e'tibor kutish va ozgina qadrlanish. Ayol baribir ojizda. Ayol kishi, mana masalan, men o'zim ham ayol sifatida erkakning ustun bo'lishini xohlayman. To'laqonli xohlayman va o'sha ustunlikka munosibligini xohlayman. Mana munosiblik degan narsa bilan erkak kishidagi psixologiyada men erkakman, bo'ldi, tamom. Men ustun bo'lishim kerak degan psixologiyani shakllantirib qo'yganmiz. Munosiblik, mas'uliyat, burch, oila oldidagi, ayol oldidagi erkaklik vazifasi nuqtai nazardan biz erkaklar to'g'ri shakllantirmaganmiz. Bu bir tomondan muammo. Ikkinchi tomondan ayollarda o'sha noziklik bilan, ayollarda baxtga intilyaptimi? U aslida baxtga intilyapti, e'tiborga intilyapti, lekin qanaqa yo'l bilan? Nizo yo'li bilan, janjal yo'li bilan. Ayollarda ham munosabat noto'g'ri shakllanyapti. Ana shuning uchun baribir jamiyatimizda shu ma'rifiy ishlarni kuchaytirishimiz kerak. Demak, targ'ibot ishlarini bu ham bugungisi ham qaysidir ma'noda yana muhim qadamlardan biri desak mubolag'a bo'lmaydi. Marhamat. Ko'ramizki, bu salbiy oqibatlarga olib kelish haqida yuqorida bizani jamiyatimizda, oilamizda, ya'ni urush janjallarga olib kelish haqida fikrlar aytib o'tildi. Lekin boshqa davlatlarga misolida qanaqa aynan uni juda ham ya'ni unga urg'u berish, gender tengligiga urg'u berish, ayollarni qanaqa darajaga olib kelib qo'ygani haqida ham misollarni, tabiiy misollarni ko'rishimiz mumkin. Bunda mana misol uchun Yevropa hududlaridagi mamlakatlarda yoki bo'lmasa Osiyoni mana misol uchun eng sharqiy Osiyodagi hududlarda aynan ayollar jamiyatda o'zlarini erkaklardan ham ustun qo'yish anaqasiga olib keldi. Ya'ni gender tengligini targ'ib qilgan ma'noda, ya'ni feminizm g'oyalarini juda ham o'tkir tusiga olib keldi. Ya'ni bunda ayollar qanday ko'rinishda chiqa boshladi? Menga oila kerak emas, menga boquvchi kerak emas, men o'zim ta'minlay olaman, men o'zim boqa olaman. Menga misol uchun farzandli bo'lish ham shart emas. Men uni agar xohlasam boqib olishim mumkin, farzand xohlasam, agar farzand o'rnini bosuvchi boshqa ishlar bilan ham shug'ullanishim mumkin. Hayot davomida mana yillar davomida shakllanib kelayotgan mentalitetlarning yo'qolib borishiga ham aynan mana shu gender tengligini haddan tashqari, ya'ni feministik holatda, ya'ni o'ta feminizm holatida tushunish aynan mana shu urf-odatlarni, qadriyat
qadriyatlarini yo'qolib borishiga ham sabab bo'lyapti. Bilamiz, ya'ni gender, jins masalasida keladigan bo'lsak, ayol va erkak jinslari bular hech qachon teng bo'la olmaydi, fiziologik jihatdan ham, tabiiy jihatdan ham, chunki ularni farq qiluvchi omillar juda ko'p. Shuning uchun ham uni aynan hamma gender tengligini hamma sohalarga, hamma jabhalarga qo'yaverish to'g'ri ish emas. Fikrim bo'yicha aynan huquqiy jihatdan, jamiyatdagi o'rin jihatidan bu adolatni ushlab turish mumkin. Lekin o'zaro munosabatlar, oilaviy munosabatlar, oiladagi bo'layotgan nima deydi, o'rindagi munosabatlarda bu gender tengligi imkoni mavjud emas. Baribir mana misol uchun oddiy sport sohalaridan oladigan bo'lsak ham, sport sohalarida ayollar baribir fiziologik jihatdan, jismoniy jihatdan baquvvat emas. Ularga nisbatan kamroq anaqalar berishadi, talablar qo'yiladi. Chunki ularni fiziologik jihatini, jismoniy jihatini hisobga olgan holatda. Bunda gender tengligini agar qo'llaydigan bo'lsak, buni imkoni mavjud emas, chunki buni jismoniy jihatdan imkoni mavjud emas. Tushuntirayotgan paytda ham aynan ma'lum bir sohalardan keltirib va uni salbiy jihatlarini ham tushuntirgan holatda, ya'ni o'ta feminizm holatlariga olib kelib qo'ymaslikni oldini olgan holatda, buni bilamizki, jamiyatni anarxiyasiga yoki bo'lmasa jamiyatni parokanda bo'lishiga olib kelishi bu tabiiy hol. Ishxonalarda ayollarga do'q-po'pisa qiluvchi rahbarlar ham uchrab turadi. Umuman olganda qonunchilikda ayollar kamsitilishiga qarshi qanday bir qonunchilikda choralar bor, bizning huquqlarimiz qanday himoyalanadi? Mana shular haqida ham bugun ma'lumot bersak yaxshi bo'lardi. Marhamat. Ayollar va erkaklar ishxona mehnat qonunchiligi bo'yicha teng huquqqa ega. Yangi tahrirdagi kodeks bilan bu aniq belgilab qo'ydik. Ayollar va erkaklar mehnat uchun bir xil haq oladi. Bu yerda gender tenglik ta'minlangan. Endi tazyiq, zo'ravonlik yoki bo'lmasa o'sha do'q-po'pisa holatlari bo'yicha ham ishlar amalga oshirilmoqda. Masalan, bizlar tarafimizda ham chora-tadbirlar ishlab chiqqanmiz. O'sha mehnat jamoalarida tazyiq, zo'ravonlikni oldini olish masalasida xalqaro mehnat tashkilotini konvensiyalari bor. 190-sonli konvensiya hozir bugungi kunda uni ratifikatsiya qilish jarayonida turibmiz. Bevosita bog'liq, ya'ni mehnat jamoalarida tazyiq va zo'ravonlikni oldini olish. Endi agar tazyiq, zo'ravonlik holatlari bo'ladigan bo'lsa, endi aynan har bitta xodim o'sha kasb etika, odob, axloq qoidalari bor. O'sha holatdan kelib chiqib turib mehnat intizomini ta'minlaydi. Endi qanaqadir huquqi buziladigan bo'lsa, nizoli holat bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qilishsa, biz ko'rib chiqamiz uni. Baribir davlatimizda olib borilayotgan o'sha chora-tadbirlar ayollarni ijtimoiy mavqeini, huquqiy savodxonligini oshirish uchun olib borilayotgan ishlarni biz e'tirof etmasdan ilojimiz yo'q. Shunga qaramasdan baribir ayollarni ishga kirishida va ularni tug'ruqdan keyingi holatdan keyingi yana ishlarini qayta tiklashga borganlarida baribir qator muammolar uchrab turibdi. Aynan juda ham ko'p bo'lmasa-da ish faoliyatimizda mana yon atrofimizda qarindoshlarimizni ishga kirishida yoki shogirdlarimizni yoki hamkasblarimizni qayta ish joyini tiklashda yoki boshqa ishga joylashishda baribir ayollarga nisbatan bular jismoniy ojiza deb qarash holatlari bo'ladi. Ammo shunga qaramasdan davlatimizda mana yuqorida ham aytib o'tdim, o'sha ayollarni erkaklar tomonidan kamsitilishini oldini olish maqsadida ularni ish bilan ta'minlash masalasi qo'yilgan va muntazam mana 96-yildan boshlab 97-yildan boshlab ijtimoiy himoya juda kuchaytirilgan. Bizda bilasiz, har yiliga davlat dasturlari qabul qilinadi-da, har birida ayol muammosi turadi. Ayollarga e'tibor, ularning salomatligini tiklash, ularni ijtimoiy mavqeini oshirish, erkaklar oldida kamsitilishiga yo'l qo'yilmaslik, mana shunday holatlar bo'lmasligi uchun kurashib kelinmoqda. Demak, kurashib kelinyaptiki, demak bu bor hozir ham mana shu jihat. Haqiqatda mamlakatimizda so'nggi 10 yillar mobaynida gender tengligi, ayollarni qo'llab-quvvatlash, jamiyat huquqiy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha qator hujjatlar qabul qilingan. Bular sirasida eng asosiy bosh qomusimiz Konstitutsiyamizning 42-moddasida, Mehnat kodeksining 392-moddalarida aynan xotin-qizlarni oilada ham, jamiyatda ham qo'llab-quvvatlash masalalari va ularning huquq manfaatlari paymol etilishi qat'iy cheklanganligini ko'rishimiz, bilishimiz mumkin va bundan tashqari 2022-yil 7-martda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 187-sonli farmoni qabul qilindi. Bunda oilada va jamiyatda xotin-qizlarni tizimli qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlarini rivojlantirish bo'yicha qator maqsadli faoliyatlar yo'lga qo'yildi hamda
gender tengligiga tizimli erishish strategiyasi 2030-yilgacha bo'lgan strategiya qabul qilindi. Mana bulardan ko'rinib turibdiki, haqiqatda gender tengligi asosida xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, huquq manfaatlarini jamiyatda, oilada va barcha sohalarda mustahkamlash asosida huquqiy mexanizm ishga tushgan va bu sekin-astalik bilan o'zining ijobiy natijalarini ko'rsatishi kutilmoqda. Nima uchun do'q-po'pisa qilishiga yo'l qo'yamiz degan savol berildi-da aslida, mohiyati. Aynan rahbarlar nega shunaqangi do'q-po'pisa qilishiga biz yo'l qo'yib beramiz yoki rahbar kishi do'q-po'pisa qiladi. Aslida bu rahbarning etiketini yo'qligi yoki boshqaruv psixologiyasini, mohiyatini anglamaganligi. Bizda mana shunday rahbarlar ham rahbar bo'lib ishlayapti. Rahmat, marhamat. Aytgandek, agar mehnat qonunchiligi bo'yicha siz aytgandek kamsitish holatlari yoki o'zingizni mehnat huquqlaringiz poymol qilinayotgan biladigan bo'lsangiz, bandlik masalan bo'limlari, bundan tashqari tuman adliya bo'limlari, har bitta tumanda adliya bo'limlar tashkil qilingan. Ularga murojaat qilishingiz mumkin. Yoki mana o'zi ishlaydigan maktab yoki bog'cha tashkilot bo'ladigan bo'lsa, yuridik xizmat xodimlariga ham bu haqda ma'lumot bersangiz ham bo'ladi. Bu orqali mana siz mehnat huquqlaringizni tiklab beramiz. Masalan, ish beruvchilarga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 49-moddasida javobgarlik ko'rsatilgan ularda. Agar shu qonunchilikni buzadigan bo'lsa, 5 baravardan 10 baravargacha ma'muriy jarima jazosi qo'llaniladi. Xodim bir kun ishga kelmasa, uni ishdan bo'shatish mumkinmi? Chunki bugungi kunda mana zamon tezkor bo'layapti, Face ID tizimlari yo'lga qo'yilgan va aynan mana shu Face ID tizimidan o'tmagan xodimga bir kuchli choralar ko'rish mumkinmikin? Marhamat. Mehnat qonunchiligiga asosan xodim ishga kelmaganligi uni bir marta qo'pol ravishda mehnat intizomini buzganligi deb baholash mumkin. Har bitta tashkilotlarda jamoat shartnomasi, ichki mehnat tartib qoidalari ishlab chiqiladi. O'sha ichki mehnat tartib qoidalarida aniq tartib belgilangan. Ya'ni xodim bir kun davomida uzib masalan 3 soatdan ortiq ishda bo'lmasligi bir marta qo'pol ravishda buzish deb hisoblash mumkin. O'sha holatda ish beruvchi, aynan endi xotin-qizlarga bog'laydigan bo'lsak, xotin-qizlarga nisbatan kafolatni qo'llash kerak. Qonunchilikda belgilangan kafolatni qo'llagandan keyingina o'sha harakatni amalga oshirsa bo'ladi. Mehnat kodeksida ish beruvchiga aniq majburiyat yuklangan, ya'ni xodimlarni kelish-ketish vaqtini aniq hisobga olish shart ekanligi belgilangan. Ya'ni o'sha ishga kelish-ketishini qaysidir tashkilotlarga Face ID, Face Control bilan nazorat qilinadi. Qaysidir holatda o'sha kadrlar bo'limining noziri tomonidan o'sha yo'qlama qilish orqali keldi-ket qilish mumkin. Agar o'sha holatda kelmagan holat bo'ladigan bo'lsa, o'sha mehnat intizomi bo'yicha chora ko'rilishi mumkin. Mehnat kodeksi 312-moddasi, ya'ni intizomiy jazo choralaridan birortasi qo'llanishi mumkin. Intizomiy jazo chorasini qo'llash bu ish beruvchining huquqi, majburiyati emas. Har bitta holat bo'yicha masalan, yaxshi ishlab kelgan xodim bir marta masalan kamchilikka yo'l qo'ysa, uni albatta jazolash kerak degan tushuncha bu noto'g'ri. Rahmat. Bugun yosh bolali onalar, homilador ayollar haqida gaplashdik va pensiya yoshiga yetgan ayollarning ham huquqlari bor o'ziga yarasha. Umuman olganda pensiya yoshiga chiqqandan keyin o'sha korxonaning rahbari darhol ishdan bo'shatishi bu qanchalik to'g'ri? Yoki pensiyaga chiqqan ayollarimiz yana qancha ishlasalar bo'ladi degan savol ham menimcha to'g'ri bo'lsa kerak. Marhamat. Ish beruvchining tashabbusi bilan bekor qilish holatlarining ichida bu xodimni o'sha pensiya yoshiga yetganligi munosabati bilan bekor qilish asosi mavjud emas. Buni qisqa qilib javob beradigan bo'lsak, bu asos bilan ish beruvchi mehnat shartnomasini bekor qilishga hech qanday holatda haqli hisoblanmaydi. Yuqorida aytib o'tgandek, oldingi mehnat kodeksimizda 100-moddasida bu narsa bor edi, pensiya yoshiga to'lganlik munosabatida mehnat shartnomani bekor qilish. Lekin mana yangi mehnat kodeksidan so'ng pensionerlar, ya'ni pensiya ta'minotini oluvchi shaxslar huquqlari yanada kafolatlandi. Ya'ni bu holat bilan hozir aytgandek mehnat shartnomani bekor qilish mumkin emas. Buni ish beruvchining huquqi yo'q. Endi qancha ishlash mumkin desangiz, o'sha ish faoliyatiga masalan lavozim majburiyatlarini bajaradigan holatda, ya'ni o'ziga yuklatilgan vazifani bajarish imkoniyatida bo'ladigan bo'lsa, uni muddati masalan cheklanmaydi. Sog'ligi holati, ya'ni ko'tarsa, ishlasa mumkin. Savolingiz bo'yicha, ya'ni necha yoshgacha ishlasa bo'ladi? Bu bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yilda tegishli qarori imzolangan. Aynan shu qarorga ko'ra xotin-qizlarga mehnat munosabatlarida, ayniqsa pensiya bilan bog'liq bo'lgan munosabatlarda huquqlar berilgan. Agar mehnat shartnomasi nomuayyan muddatga tuzilgan bo'lsa, ayol kishi pensiyaga chiqqandan keyin 60 yoshgacha ishlasa bo'ladi. Agar muayyan muddatga tuzilgan bo'lsa, mehnat shartnomasi muddati tugagunga qadar ishlasa bo'ladi.
hozir mutaxassisimiz tomonidan javob berildi. 42-35 haqiqatdan 2019-yilda chiqarilgan. Ya'ni u vaqtda biz eski tahrirda kodeks bo'yicha ishlardik. U yerda 100-modda 2-qismda aniq 7-banda ko'rsatilgandi. Ya'ni biz pensiya yoshiga yetgandan keyin xodimlar bilan mehnat shartnomasini bekor qilish. Keyinchalik 167 chiqdi erkaklar uchun. Bu yangi kodeks kuchga kirgandan keyin bu normalar o'z-o'zidan ishlamaydi. Ya'ni xodim pensiya yoshiga to'lgandan keyin o'sha yuqorida aytilgandek uni sog'lig'i ko'targan holatda ishlash mumkin. Ya'ni unga mana shu vaqtga kelganda chegarada to'xtaydi. Bu bilan mehnat shartnomasini ish beruvchini tashabbusiga ko'ra bekor qilishimiz kerak degan tushuncha bu noto'g'ri tushuncha. Buni ish beruvchilar ham masalan eshitayotgan bo'lsa, bunaqa xatoga yo'l qo'ymasliklarini so'rab qolaman. Keyin bitta narsa, har bitta o'sha pensiya yoshidagi xodimlarni majburiy o'sha tibbiy ko'rik degan masalasi bor, ish beruvchi o'tkazib turadi. O'sha tibbiy ko'rik natijasida uni sog'ligi holatini o'zi xulosasi bo'ladi. O'sha xulosaga asosan agar xulosa vazifani bajarish imkoniyatini cheklaydigan bo'lsa, unga birmuncha kam malaka talab etadigan ish berish mumkin. Bu bilan mehnat shartnomasini bekor qilishga olib kelmaydi. Noto'g'ri tushuncha bo'lib qolyapti shakl. Bu hozir prezident qarori amalda, ya'ni sizda o'sha payt eski tahrirdagisiga u taalluqli edi deb aytyapsiz. U hozir amalda bo'lib turgan, ya'ni u qonunchilik milliy bazasida hali bekor bo'lib ketmagan normativ huquqiy hujjat hisoblanadi. Men aytmoqchi bo'lgan holatim 60 yoshga to'lgunga qadar mehnat shartnomasini bekor qilish taqiqlanishi to'g'risida aytmoqchi bo'lganim. U yerda men aytmoqchi bo'lganim 60 yoshdan keyin ishlash taqiqlanadi degan tushunchani hosil qilish kerak emas. Nomuayyan muddatga mehnat shartnomasi tuzilgan bo'lsa, 60 yoshgacha uni bekor qilish taqiqlanadi. Muayyan muddati bo'ladigan bo'lsa, u mehnat shartnomasi muddati tugagunga qadar. U yerda 60 yoshni men chegaralab qo'yayotganim yo'q. Ya'ni u 60 yoshdan keyin u ishlash mumkin emas degan. Bunaqa noto'g'ri tushuncha hosil bo'lib qolishi kerak emas. Holatingizda 60 yoshda o'zi to'xtayapti. Yana ijtimoiy masalasi ham bor. Rahbarga yoqish kerak. Emotsional jihatdan rahbarga xodim yoqsa 75 yoshda ham ishlayapti. Mana ustozlarimiz ko'rib turibmiz. U men chegaralayotganim yo'q. U qonunchilikda, ya'ni 60 yoshgacha bekor qilish taqiqlanadi degan tushunchani aytib ketaman. Lekin hayotda, real hayotga qaraydigan bo'lsak, bugungi kunda rahbar xodim o'rtasidagi emotsional va hissiy munosabatlar, shaxsiy munosabatlarga ham bog'liq. Ikkinchi masala, agar yosh kadrga nisbatan yoshi katta pensiyadagi ayolmi erkakmi agar sifatli ishlaydigan bo'lsa, mutaxassis, noyob mutaxassis bo'lsa, bugun ishlayapti. Bugun ularga talab bor. Biz oilada olima anaqa avlodidamiz, ya'ni buvimlar ham aynan universitetda dars olib borgan dotsentlardan bo'lganlar. Aynan ularning umrlaridan keyin misol keltiradigan bo'lsam 75 yoshlarigacha ishlaganlar. Aynan oliy ta'lim muassasasida. Ularga hech qanaqangi misol uchun haq huquqlarini chegaralash, mana misol uchun yoki boshqacha munosabat berish, ya'ni teng munosabatda yoshlarga qanday munosabatda bildirilgan bo'lsa, qanaqa talablar qo'yilgan bo'lsa, ularga ham xuddi shunday talablar. Va shu o'rinda ular ham shu talablarga, ya'ni bilamizki, ko'pchilik aytadi, bularning yoshi o'tgan sari zamonaviy anaqalarni nima deydi, qabul qilishi qiyin bo'ladi, eski an'analarga qolib ketadi, ya'ni ularga sodiq bo'lib qolib, ta'lim sifati ham shu birmuncha kamayadi degan noto'g'ri tushunchalar paydo bo'ladi. Yo'q, bu insonning o'zi bilan, inson omil bilan bog'liq. Ya'ni har bitta inson agar rivojlanishga harakat qilib umrining oxirigacha shu fikrda yursa, u har yoshini har bitta davrida ham ushbu narsani amalga oshira oladi. Rahmat. Demak, necha yoshda bo'lsak ham, yaxshi ish beruvchi bo'lsak, sog'lom bo'lsak, biz har doim 100 yoshda bo'lsak ham vatan ravnaqi uchun hissa qo'sha olar ekanmiz. Qadrli teletomoshabinlar, shuning bilan Minbar tok-shousining navbatdagi soni o'z nihoyasiga yetdi. Yana muhim mavzularda uchrashguncha omon bo'ling.